Assalomu alaykum qarindoshlar. Pythondan asos 15-qism darsimizga xush kelibsiz. Biz bu qismliqda oldingi qismliqqa o'xshash, ya'ni oldingi ikki qismliq darsda biz listning qo'llanishchan metodlarini o'rgangan. Bu qismda biz stringning sonliq ma'lumot tipi stringning qo'llanishchan metodlarini o'rganamiz. String Pythonda str deydi. Masalan string methods sim mesela John deb alsam yoki Uyg'ur deb alsam qanday buni besib chiqarsak name Uyg'ur deb chiqadi. Endi buning qo'llanishchan metodlari birinchisi biz o'rganmoqchi bo'lgan upper. Buni so'zlashdan burun men ba'zi bir metodni esinglarga biz ma'lum bir sonliq ma'lumot tipininki qanday xosligini bilish uchun qaysi funksiyadan foydalandik? Print dir. Dirning ichiga qanday name solsak, mana hammasi qanday xosliqli. Masalan, mana hozir upper degan nima bor? Mana bu yerda bor. Hammasining ichida xosligi bor. Masalan, lower bar, join, is title, upper hammasi shu stringninki xosligi. Masalan, sizlarninki terminal yoki shellninki mani tozalamoqchi bo'lsanglar, men clearni besib enterni bossanglar tozalaydi Visual Studio Code'da. Şu dir function'dan topamiz. Endi birinchi o'rganmoqchi bo'lganimiz nima? Upper. Upper nima ishlaydi desak, shu naql belgisining ichidagi hammani cho'ng harfga aylantiradi. Masalan, name ni upper desam, mana comment qildi. Mana Uyg'ur hamsi cho'ng harf bilan bo'lib ketdi. Yoki naql belgisining ichiga qalaymiqan bir muncha xat yozsaqmi, masalan. Bu hammani qo'sh naql belgisining ichidagi nima bo'ldi? Bu string. Bu yerga qanda upper. Qarsanglar hammani cho'ng harfga aylantiradi. İkincisi nima? İkincisi bunun karşısı qanday lower. Kichikiltidi hamda. Qanday kichikiltidi? Masalan, cityday cho'ng harf bilan Urumchi deb yozsam, moshni kichikiltish uchun qanday qilaman? City lower. Urumchi qanday kichikiltidi? Lower degan. Undan boshqa yana masalan cho'ng harf, ba'zi kichik harf degandek aralashib qolsin, buning hammani kichik harf qilib aytma deyish uchun qanday qilamiz? Lower. Hammasini kichik harf qilib aytadi degan gap. Endi uchinchisi nima deganda, odatda ingliz tilida o'rin joy ismning birinchi harfi bosh harfi cho'ng harfdan boshlanadi yoki jumla cho'ng harfdan boshlanadi. Shunday holatda biz qanday birinchi harfni cho'ng qilish uchun capitalize degan metodni ishlatamiz. Masalan, country deb Japan birinchi J ni qanday cho'ng harf bilan elinish kerak. Bu qanday oldi desanglar? Country capitalize.
Capital degan inglizcha capital letter deydi, cho'ng harfni. Mana Japanning birinchi harfi cho'ng harf bo'lib ketdi degan gap. Hamda ma 3-inchisi shundaqmi? 4-inchisidan boshlab, 4-inchisi so'zlashdan burun men soliq ma'lumot tipini dastlab so'zlagan chaqda balloon deb yana bir soliq ma'lumot tipini so'zlab deb ketgan. U nima deganda balloon qanday bo'ldi? Boolean yoki boolean qanday bo'ldi desanglar, ikki xillam. Ya true yoki qanday false. Baş harf cho'ng harf. Masalan, u nima degan gap desanglar, 5 2dan qanday cho'ng shunami? Mesela ma hükümlük. Bu doğru mu hata mı? Doğru olsa true, hatası false oldu. Bunu yürürsek, bana true. 5 2'den çoğunluk kadar true bu. Bu bir hükümlük. 4 5'ten çoğun desek çoğu, bu hata. Yani false. Çünkü 4 5'ten kadar çoğun emas demekçi. Adette biz programı da algoritm yazgan çağda bu doğru hata ma'lum bir hukumning to'g'ri ya xatoligini tanglikniki, hukmlikniki foydalanib turib nurg'un algoritm yozamiz. Bu bek muhim. Masalan, bir sonning taqson ya jup son ekanligini bilishda ikki butun bo'linadigan, butun bo'linmaydi. Butun bo'lansa true, butun bo'lanmasa false. Uni keyin biz mashq qilgan chog'da tafsiliy so'zlaymiz. Dal mushuni qanda true or false, boolean, bu bir soliq ma'lumot tipi. To'rtinchisi nima degan chog'da odatda stringninki ichida sonmi, son emasmi? Shuni tepish uchun qanda is digit. Digit degan raqam degan gap. Masalan, numbers day miyaga qanday qilaman? Bir muncha son olaman. Ma'ning bilan son teng emas, esingizda bo'lsin. Ma chunki naql belgisining ichida ma son emas, ma string. Ham shuning ichidagisi sonmi emasmi degan tepish uchun qanday qilamiz? Is digit desek nima chiqadi? True. True degani bizga nima deb turadi? To'g'ri, buning ichida nima bor? Sonlanma demek. Yani bunun için harf kirgizib qo'ysam qanday bo'ladi? False. Çünkü bu son emas. Harf aralashib qoldi degan gap. Bu stringning ichida son baya yo'qligini qanday tepirdigan nima deymiz? Is digit. Endi mushningki qo'shma nima deganda harf bor yo'qligini. İngilizce ilpani alfabet deydi. Shunga is alpha bu metod. Bu qanday qildi? Stringning ichida harf bor yo'qligini qarab turdi. Masalan, son deyli. Buning ichida bir muncha harf, saplama harflar yozaylik. Buni buning ichida harf bor yo'qligini bilish uchun qanday qilamiz? Is alpha. Bunu yurgizsa qanday? True. Chunki hamma harf. Buning ichiga son kirib qo'ysam-chi? False. Chunki son aralashib qoldi. Endi bu nima ishlaydi desanglar? Masalan, ba'zi bo'sh o'rinlar torbat qirsanglar, ba'zi bo'sh o'rinlar ba'zininga son kirgizib olmaydi, ba'zininga harf kirgizib olmaydi. Masalan, harf kirgizib olmaydiganға zip code yoki telefon nomeriga harf kirgizmaymiz. Shuningda hukmli qilib, agar harf bo'lsa yezishga bo'lmaydi deb bir algoritm yozib qo'ydi, sizlar harfli qilganda son yozolmaymiz. Shu sababdan demakchi hukmlik. Biz borgan sari cho'nqurlagan sari buningki texmo ishlatishchanligini texim ko'p bilib o'tamiz degan gap. 6-inchisi
split method. Altıncısı split. Bu split degan bölüş degan gap. Endi nimani bo'ladi desanglar? Masalan, intro introductionday English'e tanıştırış degan gap endi. Masalan, nim deb tanıştırmaymiz deganda hello, my name is Mahmut Can. Bir boşluk qoladi hele. I am 26. Men 26 ga kirdim. Yaxshimisiz? Mening ismim Mahmutjon. Men 26 yosh. Endi buningda nima deymiz deganda, har bir pesh, ma'lum bir orliqdan bir bölümüz. Endi bo'lang deb qolib qolsa, 3 Biz o'rtaq narsa nima? Mush pesh. Peshdan boshlab bo'lib olsak bo'ldi. Buni qanday bo'lamiz? Introduction ticket split. Bu yerga nima yozamiz? Bir pesh. Bir peshdan bo'lib olsak, shu bo'lindi. Masalan, hello, my name is Mahmutjon. I am 26. Men 26 deganda qanday? Bo'lib, nim shaklda isbadi? List shakliga chiqib bo'lib berdi. Ondan, masalan, bir rang bor deylik. Color deyni. O color'ni qanday yozdik? Masalan, red qizilning keyindan hashtag blue hashtag black hashtag white hashtag har xil ranglar shunaqa ranglarni hashtag belgisi bilan qanday qildik? Hash belgisi bilan ya'ni ardiq. Bunu biz amma rangni ayrim ayirish uchun qanday qilamiz? Ash colorni split qilamiz shu hashtag bilan. Split degan bo'lmak degan gap. Mana biz qanday ayrim bo'landi degan gap. Ma o 5-si, ma 6-si shunaqa. Bunda qos 7-si. Men malan o'chirib etdim. 7-si nima deganda bu yerga o'rganmoqchi bo'lgan 7-si title method. Bu title nima ishlaydi deganda bir jumladagi har bir so'zning birinchi harfini cho'ng harfga aylantirib beradi. Xuddi title degan tema degan gap, mavzu. Masalan, salom deb welcome to Tokyo desak, mushning har bir endi mavzu bo'lgan degan har bir birinchi harfini cho'ng harf, ya'ni capital letter aylantirish uchun qanday qilamiz? Salom title. And welcome to Tokyo mini aylantirib berdi demakchi. Birinchi harfini cho'ng harfga. 8-si replace. Replace degan gap almashtirmoq degan gap. Masalan, fruits meva.
I love apples. Men almаны qanda? Almalarni yaxshi ko'raman. Әнміш almının onuğa bölcürgen yaxşı ko'raman degan almashtirib o'tmoqchi bo'lsaqchi. Almının onuğa bölcürgen. O vaqtda biz yeni bir mazmun, ya'ni tan qilib olamiz. Yeni ki o'zgarmoqchi bo'lganda bo'shliq qo'ysak bo'lmaydi. Yeni fruits desek, onun bir tane oldu. Fruits replace apples ne neyimi özgertme? Strawberries. Bölcürgenge. Bunu besip çıksak. New fruits. I love strawberries bulab özgürüp çıktı. Replace degan qanda aşını ornuğa özgertiş. 9-incisi nima deganda bu yerda şu an 9-incisi index. Index neçeden başlandı? 0'dan başlandı. List o'xshash stringning mi? Indeksi mi? Mesela hello deyli. Hello qancha harfdan tuzilgan? 1, 2, 3, 4, 5 harfdan tuzilgan. H qanchinchi indeksi? Birinchi indeks shunami? No. 0-inchi indeksi. 0, 1, 2, 3, 4. Bunu qanday topamiz? H index H 0 mana. 0 deb chiqadi. 0-inchi indeks. İço birinci indeks mana. O kaçıncı indeksi? 5 mi 4 mu? 4-inchi indeksi. Hamda miyatga masala, masalan, L'dan ikkisi bor. O'xshash harfda ikkisi bo'lib qolsa, indeks qanday qildi? O'sha birinchi eng avvaldagi mushtilni topib berdi, keyingisini topolmaydi. Birinchisi qaysi? L. L qanchinchi indeks? 0, 1, 2. Ikkinchi indeks deb chiqarib berdi. Hamda listga o'xshash. Unda ikkinchi indeks nima deb topmoqchi bo'lsa qanday qilamiz? Bu listga o'xshaydi. H ninki qanday? Ikkinchi indeks. L. H'ning 0-inchi indeksi nima? 0 demak 4-inchi indeksi nima? O. Mana 4-inchi indeks O. Eng oxirgisi 10-inchisi yani birga o'rganmoqchi bo'lgan. 10-inchisi. Format. Mabek muhimi. Format method. Format degan nima deganda biz stringning ichidagi ma'lum bir qimmatning o'rniga vaqtliq bir narsa qo'yib qo'yish. Buni placeholder dedi. İngilizce. Bir narsani qanday o'rnini tutib turish degan gap. Masalan, ba'zi odamlar qanday o'rin bati odam aning ichida birning bati deb bir o'rin qo'yib qo'ydi-ku, dal mush format metod shunga o'xshaydi. Masalan, hello deb bir variable qurib, buning ichiga nimday? Hammalarga o'rtaq bo'lgan jumla my name is Mahmudjan. I am 26 dedik shunaqa.
Undaq bolsa biz hello'ni print qilsak. Hello, my name is. Hello yo'qmi? My name is Mahmudjan. I am 26 dedik. Endi men buning o'rniga qanda Mahmudjan yoki 26 yoshni aniq demay, chunki qimmat o'zgarib turishi mumkin. Faqat mushunlam bir formatlab olsam, xalqini o'zgartira olay. Masalan, shunda ism bilan yoshni tanlay. Mush Mahmudjan deganni cho'ng tirnoq. Bu nimday? Bu formatni name deb ism qo'yib olay. Yoshni-chu age deb ism qo'yib olay. Inglizcha yosh degan gap. Unda bo'lsa, hello'ni qanday qilamiz? Hello format bu yerga name nimaga name masalan John deb qo'yay. Pash shuni 2 format qo'ydik. Age chu 30. Buni print qilsak. My name is John, I am 30. Mush hello'ni hech qanday o'zgartmayman, faqat men formatni ham o'zgartiraman. Bu xuddi parametrlashga o'xshaydi. Masalan, buni Rayhan 40 yosh. My name is Rayhan. I am 40 degan eklanmış. Eğer biz ma'ning format ism qo'ymsaqchu. Masalan, men format ism qo'ymsam, hozir name age deb ism qo'yib oldim bu. Buni bo'sh o'rinlar ham qo'yib qo'yma. Tirnoq bilan. Bu vaqt qanday bo'ldi? Mani hello to deb olay. Hello to format vaqtda bevositlam qanda? Güzel. On 8. My name is Güzel, I'm 18. Bu format şu. O'rniga ma'lum bir narsa qo'yib qo'yish uchun qanda ishlatamiz. Bular ya'ni 10 ni o'rganib o'tdik. Shu string sonliq ma'lumot tipida eng ko'p ishlatiladigan metodlar. Undan boshqalarim bor. Uni lozim bo'lgan o'zingizni baxsanglar bo'ldi. Bugungi darsimiz shunchalik.